Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida. Katta trassani yonidamiz mana. Skillat ekan, skillat uchun bitta faqat освещение ekan, boshqa hech qanaqa. Bitta kiraverishdagi darvoza. O'sha motorli ekan, o'zimiz tilda aytganda, elektronli. Orqali upravleniya qilinadi shu. Qolgan hammasi освещение xolos, bet skillat. Skillat uchun biz 10 kilovatli quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yish jarayonini boshladik. Mana shu yerga tomda shu qismiga karkaslarni qilyapmiz, mana mustahkam qilib qotiryapmiz. Shu qismda pastida shiti bor, asosiy glavniy shit. Shunga bog'lab, xudo xolasa 10 kilovatli quyosh elektr stansiyamizda on grid rejimda bo'ladi bu. Ishga qo'yib chiroyli qilib egalariga topshiramiz, xudo xolasa. Kuzatishda davom etinglar. Bosqichma-bosqich ko'rsatib o'taman. Oxirida xudo xolasa videoning oxirisida narxlari bilan ham tanishtirib chiqaman. Karkaslarimizni bitkizib, panellarimizni ham joylashtirib oldik. Ishlarimizni mana shunaqa sifatli, chiroyli amalga oshirdik. Hop, bitta qopga tutib qo'yamiz buni. Ishlarimizni ko'ringlar, mana shunaqa sifatli, chiroyli amalga oshdi. Metallarimizni ham zaynashga qarshi qilib, chiroyli qilib kraskalarni qilganmiz. Panellarimiz Jinko brendiga tegishli panellar. 620 vatli panellar Jinko. Hop. Hozir montajlar bo'lyapti. PV kabellarimiz o'zining maxsus kabellari. PV kabellar bilan montajlarni qilyapmiz. Pastda inverterimiz ham montaj tugadi. Pastga tushib bir qator hozir ishga qo'yamiz. Ishga qo'yib sizlarga ko'rsatamiz. Shunaqa sifatli ishlar bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar. Biz sizlarga sifatli xizmat ko'rsatamiz. Videoni boshida aytib o'tganman. Oxirida narxlari bilan ham tanishtiramiz deganman. Biz bu obyektimizni 10 kilovatli quyosh elektr stansiyamizni umumiy 40 million so'mga barcha xarajatlari bilan ishga qo'yib berdik. Ko'rib turgan telefon raqamlaring bilan bog'laninglar. Biz sizlarga o'zimiz mana shunaqa sifatli, chiroyli xizmatlarni amalga oshiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.